ozishni rejalashtirasizda, non yemay qo'yasiz, to'g'rimi? Shu non yemay qo'yganingizda nonda juda ham katta miqdorda benzin bor. Siz shuni cheklab, nondan olmayapsizmi? Tabletkasini ichib olishingiz kerak. Tabletka ichganingiz yo'q, hozir hech qanaqa benzin. Endi ichasizmi? O'shani hisobiga kim oz yeb turgan bo'lsa, non ratsiondan chiqaradi, keyin soch to'kilishni boshlaydi, kamayib ketadi, sinadi, quriydi. Asosiy sababi shu bo'ladi. Вот dietolog bilan podkast qilaman deganimda ham xuddi shu narsani hisobga olganman, chunki shu sochga qanaqa dietani yomon ta'sirlari bor va shu dieta qilganda sochni qanchalik sog'lom olib qolib turib, dieta qilishda imkoniyatlari bor. Shu haqda dietolog bilan gaplashmoqchi edim. Rejalagan rejalarim orqaga surilib ketdi. Yangi yilda bo'lar, xudo xolasa ulgursam. Bu chiroyli qiz Buxoroning go'zali Malak, ismingiz qalay? Yoqdingmi? Yoqdi. Bu soch qora edi, hech qanaqangi parashok-marashoksiz kraskani o'zida o'zgartirdik va sochni объемнийroq ko'rinadigan qilib kesdik, chunki soch juda ham kam ko'rinyapti unda.